Ellikqal'a tumanida ham xalqning hayoti umuman o'zgardi desam xatolashmayman. Qishloq aholisini shuncha e'tiborga olib, prezidentimiz shuncha yordam qilib turgan ekan, prezidentimizga minnatdormiz. Tasvirga olishga borayotgan manzilimiz Ellikqal'a tumanining eng chekka ovullaridan biri Saribiy ovull fuqarolar yig'ini hududida joylashgan. Bu yerda yiliga 8-9 tonna mahsulot yetishtirish rejalashtirilgan. Insonlar hayotini o'zgartirayotgan islohotlar bilan tanishishni davom etamiz. Bugun biz Ellikqal'a tumanidamiz. Mana hurmatli prezidentimizning aynan Qoraqalpog'iston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida mana qabul qilingan farmon va qarorlar ijrosida Ellikqal'a tumanida ham xalqning hayoti umuman o'zgardi desam xatolashmayman. Hozir mana sizga tayyorlab qo'ygan obyektlarimizda buning siz aniq guvohi bo'lishingiz mumkin. Demak, manzillar tomon yo'l olamiz. Aholi turmushidagi o'zgarishlar eng avvalo xalqimiz har kuni to'qnashadigan masalalardan boshlanadi. Xususan yo'llar, ularning yaroqlilik darajasi birinchi darajali masalalardan biri. Bu yo'nalishda so'nggi yillarda tashabbusli byudjet portali orqali samarali ishlar amalga oshirilyapti. 2025-yilning ikkinchi mavsumida butun mamlakatimiz bo'yicha 3,2 trillion so'mlik 2332 loyiha g'olib deb topildi. Birgina Ellikqal'a tumanida joriy yil boshidan tashabbusli byudjet orqali 17 loyiha uchun 26 milliard so'mga yaqin mablag' yo'naltirilgan va u aholining o'z tashabbuslari bilan eng avvalo zarur deb topilgan masalalarga ishlatilgan. Bunda ichki yo'llarni ta'mirlash asosiy masalalardan biri. Guliston ovull fuqarolar yig'inida ham ichki yo'llarni ta'mirlash va asfalt yotqizish ishlari aynan ushbu loyihaga asosan amalga oshirilyapti. Ellikqal'a tumanida ochiq byudjet axborot portali orqali 2025-yil davomida tashabbusli byudjet doirasida g'olib bo'lgan loyihalar orasida Guliston ovulida hozirgi kunda 2 loyiha g'olib bo'lib, shulardan birisi jadal ravishda davom etmoqda qurilish ishlari. Bu loyihamiz 2,5 kilometr masofani tashkil qiladi, uzunligi eni 4,5 metrdan iborat. Bu loyiha doirasida hozir maktab oldidan o'tgan yo'limiz serqatnov yo'l hisoblanadi. Aholi juda mamnun. Qishloq aholisi yillar mobaynida qiynab kelgan masalaga yechim topilganligidan xursand. Qishda loy, yozda chang ko'tarilib yotgan ko'chalar bugun ravon tekis yo'llarga aylandi va birgina ushbu loyiha uchun 1,5 milliard so'mga yaqin pul ajratildi. Qishloq aholisini shuncha e'tiborga olib, prezidentimiz shuncha yordam qilib turgan ekan, prezidentimizga minnatdormiz. Xalqni qayg'irib, mana elektr stansiyada qurib berdi, mana podstansiya tozadan, yangidan 250 kilovatlik kabel sistemasiga o'tirdi. Mana vodoprovoddan 3 yil bo'ldi, vodoprovodning suvini ishyapmiz. Xalqqa shuncha e'tibor bergan yana bir marta prezidentimizga katta rahmat aytamiz. 95-yillarda shu yerda eng achinarli ahvol edi. Xalqimiz qattiq qiynalgan edi. Mana bolalarimiz 1 kilometr, 1,5 kilometrdan maktabga boradi. Yo'llar loy, botmoq, chang, kunda bir marta kiyindirib yuboramiz, ertaga yana shunaqa bo'lib kelaveradi. Mana bu yo'lga katta rahmat. Joriy yil boshidan tuman bo'yicha 25 ta ko'chalarda ta'mirlash ishlari olib borilgan va bu ishlar kelgusida ham davom etishi shubhasiz. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22 avgustdagi tashabbusli byudjet jarayonlarini yanada rivojlantirish qarori to'g'risidagi 39/17 qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2024-yil 30-yanvar kungi tashabbusli byudjet jarayonlarini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 666 qaroriga asosan Ellikqal'a tumanida 2025-yil jami 21 ta loyiha g'olib bo'lib, shularga 35 milliard 389 million so'm pul ajratilgan. Shu loyihalar asosida 17 ta loyihamiz yo'l hisoblanadi. 2tasi tibbiyot birlashmasi,
Bittasi tuman markazida joylashgan tuman tibbiyot birlashmasi va Jasorat mahallasida joylashgan ikkinchi ruhiy asab kasalliklari dispanseri to'liq ravishda ta'minlangan. Hozirgi kunda Jasorat mahallasida eskirgan gaz quvurini yangidan torish loyihasi to'liq ta'minlanib, aholiga foydalanish uchun topshirilgan. Bugungi kunda shu 2025-yil loyihalarimiz doirasida hozirgi kunda 5 ta loyihamizda asfaltlash ishlari jadal olib borilmoqda. Ellikqal'a bo'ylab jarayonlar bilan tanishar ekanmiz. Yo'llardagi o'zgarishlar insonlar hayotini o'zgartirayotgan har qadamdagi yangilanishlarga ulanib ketadi. Mana ko'rib turibsiz, Ellikqal'a tumanidagi mana islohotlar natijasida xalqimizning yashash sharoitini qanday o'zgarayotganini, mana yo'llarimizdagi o'zgarishlar, poyezd o'tadigan yo'lning ustidan ham katta hajmdagi mana ko'prik qurilishlari amalga oshirilmoqda. Tasvirga olishga borayotgan manzilimiz Ellikqal'a tumanining eng chekka ovullaridan biri Saribiy ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan. Trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi fabrika hisoblanadi. Bu yerda hozir tadbirkorga mana prezidentimiz berayotgan imkoniyatlar natijasida shunday bir imkoniyat berilganki, bu yerda chekka bir ovuldagi mana 2 smenada ish olib borish rejalashtirilgan fabrikada 1000 ga yaqin bo'sh o'tirgan fuqarolarimiz, bularning ko'pchiligi albatta ayollarni tashkil qiladi, ish bilan ta'minlanyapti. Albatta bu demak 1000 ga yaqin ayol qizlarimiz doimiy daromadga ega bo'ladi degan so'zda. Ha, yo'llar qurilishi, uylar qurilishi, ko'priklar qurilishi. Bu albatta aholining turmush obodonligi ortib borayotganligidan dalolat. Navbatdagi manzil tumanning eng chekka nuqtalaridan biri Saribiy ovul fuqarolar yig'ini. Aytishlaricha, ana shu qishloqda tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarilyapti va to'liq eksport qilinmoqda. Davlatimiz rahbarining 13 sonli farmoniga asosan tadbirkorga berilgan imtiyozlar natijasida ana shunday eng chekka qishloqda tashkil etilgan. Bu yerda 2 smenada 1000 ga yaqin xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan. Dalada yetishtirilgan paxtadan ana shunday tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Bu Ellikqal'aning eng chekka qishloqlaridan biridan. Korxonamiz 2025-yilda tashkil qilindi. Shu yilning noyabr oyida ochilib ishga tushirildi. Bu korxonamizning loyiha qiymati 17 milliard so'm. Bu 450 kishini bitta smenada ish bilan band qiladi. Ikkita smena qiladigan bo'lsa 900 ta kishini ish bilan ta'minlashi mumkin korxonamiz. Bu korxona prezidentimizning 213-sonli qarori asosida 4 milliard so'm imtiyozli kredit olinib, shundan foydalangan holda va o'z mablag'imiz hisobidan shu korxona tashkil qilindi. 800 ming dollarlik chet el dastgohlari olib kelib o'rnatildi. Bu yerda Turkiya, Germaniya va Xitoy mamlakatlaridan keltirilgan dastgohlar o'rnatilgan. Rossiya va Ozarbayjon davlati bilan eksport shartnomalari imzolagan va bugungi kunda eksport faoliyatini amalga oshirishni boshladi. Fabrikada ishlayotgan xotin-qizlar asosan ana shu yerda yashaydi, istiqomat qiladi va har bir o'z ishining ustasi. Agar ular o'z ishini bilmaydigan bo'lsa, bu yerda ularga dastlab ish o'rgatiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana qishloq joyda ana shunday fabrika tashkil etilgan. Bundan xotin-qizlarimizning kayfiyati qanday? Masalan, hozir Saribiy ovulimizda endi yangi ochildi bunaqa fabrika. Bundan oldin yo'q edi. Mana shuncha ayollar ishsiz, hammasi uyda o'tiradigan ayollar. Hozir mana hammasi ish bilan ta'minlandi, hammasi xursand, oyligimiz ham yaxshi, ovqatlari ham, sharoiti ham hammasi yaxshi. Bundan ayollar hammasi xursand. Hammasi uchun rahmat. Qizlarimizga ish qanday tartibda o'rgatiladi masalan? Ish mana hozir bizning eng katta masterimiz bor. U tomonidan oldin u o'rgatadi hamma ishni, keyin ular men o'rinbosarlariman. Menga o'rgatishgan, tushunmagan joyini men o'rgataman ularga. Bu yerda hech qanaqa qiyinchilik yo'q, ishdan qo'rqish yo'q, hamma o'z ishini bilib o'rganib ketyapti. Kecha ishga kelganlar ham bugun mashinaga o'tirib ish qilyapti. Daromadlar ular qilib qilyapti. Daromadni hammaga hozir birinchi oylikdan bir xil qilib belgilangan.
Keyingi oydan ish nimasiga qarab ko'tarilaveradi oyliklari. Hammasi yaxshi, ko'ngildagidek oyliklari ham. Ishlagan ishiga yarasha oladi oyligini. Klasterning o'zida paxta tavlasi kala va ipga aylantiriladi va u qayta ishlanib tayyor trikotaj mahsulot ko'rinishiga olib kelinadi. Bir yilda 3 million dona tayyor trikotaj kiyim-kechaklari mahsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Ishlab chiqarish siklini to'liq yo'lga qo'yish maqsadida qilingan. Hozir paxta tolasi olinadi. Paxta tolasi ipkalava bo'ladi. O'zimizda ipkalava to'qiladi, xom mato bo'ladi, u bo'yoqqa kiradi va bu yerda tayyor trikotaj kiyim mahsulotlari bo'lib, narxi ham 4-5 barobarga oshib mahsulotga aylanadi va eksport qilinadi. 100% paxtalik materiallarimiz hammasi shu yerda tayyorlanib, hamma proses o'zimizda bo'ladi, o'zimiz qilib 100% tugallangan ishlab chiqarish bizada. Imtiyozli kreditlar evaziga yengil konstruksiyalardan qurilgan ushbu korxonada toza paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Tikuvchilikni bera kelib hamma 3-10 kunlikni asosida o'rganamiz, bir oy asosida tikishlarni o'rganib, keyin ob'yom chiqarib boshlaymiz. Sifatli formalarni tikamiz asosan. Juda ham yaxshi ishimiz. Ish boshlaganiga ko'p bo'lmasa-da, korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ayni kunda Rossiya Federatsiyasiga eksport qilinmoqda. Sifatli va toza mahsulot uchun xaridorlar ham yetarli. Eng muhimi, bir smenaning o'zida ayni kunda 450 nafar qishloq xotin-qizlari ish bilan ta'minlangan. Kelgusida ish 2 smenada davom ettirilishi ko'zda tutilgan. Demak, yana 450 nafar ish o'rni yaratiladi. Prezidentimiz endi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab sharoitlarni yaratib beryaptilar. Biz ham bundan unumli foydalanib, mana bugungi kunda energetika sohasida ham deyarli muammo qolmadi desak ham bo'ladi. O'zbekistonda sharoitimizda biz shu ishlab chiqarish sohasida man 15 yildan ortiq yurgan bo'lsam, bugungi kunga kelib davlatimiz prezidenti, hurmatli prezident tomonidan chiqarilayotgan qaror va imtiyozlardan foydalangan holda ishlab chiqarishimizni davom qildiryapmiz va bizga bu juda ko'plab yengilliklarni beryapti. Qaynoq jarayonlardan so'ng yangi manzillar tomon yo'l oldik. Tumandagi tarixiy maskanlardan biri Guldursun nomi bilan atalgan limonchilik issiqxonasiga yetib keldik. Qo'limdagi limonlar Ellikqal'a tumani Guldursun qishlog'ida yetishtirilyapti. 3 gektar maydonda tadbirkorga berilgan imkoniyatlar evaziga ana shunday limonariya yaratildi. Bu yerda yiliga 8-9 tonna mahsulot yetishtirish rejalashtirilgan. Mana bu yerlerimiz oldin bir jaylov yerlar edi, tashlandiq yerlar edi. Bundan bir meyve alу maqsadida, sondan foydalanish maqsadida mana bir prezidentimizning qarashiqlari bilan, ulkan yordamlari bilan 11 gektar uzum bog' yaratdik. 3 gektar bunga palni ketib, içine limon, apelsin, mandarinlarni ekdik. 4 yil bo'ldi, mana meyve berib boshladi. Üzümzallardan bu yıl 4-chi yili Rossiya mamlakatlarına buna 50 tonna üzümlü çıkardık. 3 gektar yerde 4,5 bin tüp limon var. Apelsin, mandarin, 10 tonna şamalasında meyvesi var. Xitoylik hamkorlar bilan yo'lga qo'yilgan issiqxonada 3 gektar yer maydoniga limon ko'chatlari ekilgan. Eng zamonaviy texnologiyalar yordamida yil 12 oy mobaynida hosil olish rejalashtirilgan. Mahsulot asosan eksport qilinishi kerak va buning uchun oldindan kelishuvlar amalga oshirilgan. Eng muhimi 35 yangi ish o'rinlari yaratilgan. İmtiyazlar hazır köp. Prezidentimiz buna farmon chiqarib xalqqa yordam bo'lsin deb bir imtiyazlı kreditler verip topta şu kreditlerini alıp sulardan faydalanganmiz. Teknik aldık, üzümlerde aldık, nerlerini aldık. Keyin özlerimiz ekip buna nerlerini yetiştirip atırmız.
Limonariya bilan birga 11 gektarda uzumchilik ham yo'lga qo'yildi. Uning 5 gektaridan joriy yil hosil olishga erishildi. Bularning barchasi albatta eng avvalo yer egasiga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlarning natijasidir. Ulkan imtiyozlar bor. Tamchilarda sug'oruvda foydalanib turibmiz. Mana elektrichkalarni kechdan jilib turibmiz, sondan foydalanib turibmiz. Tadbirkorlarga bo'lib kelayotgan ulkan imkoniyatlardan biri. Elektr energiyasidan bizlarga tok kerak, so'ng sababidan mana quyosh panellarini qurib berdilar. Imtiyozni ulardan ham kreditga qurganmiz. Ulardan ham ulkan bir foydalanib turibmiz. Hammasi uchun prezidentimizga ulkan minnatdorchilik bildiramiz. Yetishtirilgan hosilni saqlash va zarur vaqtda sotish tadbirkorni qiynaydigan navbatdagi masala. Shu bois sig'imi 500 tonna bo'lgan muzlatkich omborxona ham tashkil etildi. Ayni paytda undan tumandagi boshqa tadbirkor va fermerlar ham foydalanmoqda. Eng muhimi, aholi dasturxoniga sifatli meva, sabzavot mahsulotlari yetib borayapti. Mamlakatimiz eksport salohiyati ortib bormoqda. Muzlatgich qurdik. Bunu 500 tonna oladi. Bunun o'zlarimizning mahsulotlarni qo'yishini, mana bir 11 hektardan chiqqan uzum mahsulotlarini qo'yishini ham bir limonlarni saqlashimiz uchun xalqning o'zlarimizga fermerlarning mahsulotlarini qo'yishi maqsadimiz buni xalqqa mahsulotlarni sifatli yetkazuv. Endi 50 qalalik yoshlar IT sohasida o'z xizmatlarini eksport qilishayapti. Navbatdagi manzil tuman yoshlarni o'ziga jalb etgan markazlardan biri. Bugun IT markazlar nafaqat viloyat yoki shahar markazlarida, balki eng chekka qishloqlarda ham ochilmoqda. Siz ko'rib turganingiz shu IT markaz 50 qalaning chekka qishloqlaridan birida joylashgan va buning uchun tadbirkorga 2 milliardga yaqin mablag' ajratib berildi va ana shunday inshoot barpo etildi. Bu yerda bugungi kunda 150 dan ziyod dasturchilar o'z dasturlarini yaratib xalqqa xizmat ko'rsatmoqda. Ushbu markazda yoshlar nafaqat kompyuter texnologiyalarini o'rganishadi, balki yangi dasturlar yaratishi va xizmatlar ko'rsatishi mumkin. Bino 1 milliard 320 mahalliy byudjet, tashabbusli byudjet loyihalari hisobidan yangidan qurildi. Tuman hokimligi tashabbusi bilan 200 million so'm kompyuter inventarizatsiya uchun ajratilgan hamda hozirgi kunda Al-Xorazmiy vorislari loyihasi asosida yana 16 ta kompyuterlarimiz keyin hamda hozirgi kunda 150 ta dasturchi, yosh dasturchilarimiz shu yerda o'qib kelmoqda hamda o'z faoliyatlarini olib kelmoqda. Yosh dasturchilar asosan qanday dasturlar yaratmoqda? Hozirda mobil dastur hamda web dasturlarini o'z ustida ishlab borishmoqda. O'zlari daromad topayotgan yoshlarimiz ham bormi? Ha, bor. Hozirgi kunda shu Yilqila BPO markazida faoliyat olib IT kompaniya ochgan tadbirkorlarimiz ham bor. Hozirgi kunda ularning eksport hajmi 100 ming dollardan oshganini ta'kidlashimiz joiz. Ichki xizmatlar hajmi esa 2 milliarddan oshgani aytib ketishimiz o'rinli deb o'ylayman. Qaysi davlatlarga masalan o'z xizmatlarini taqdim etyapti, masalan tuman yoshlari? Asosiy Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Xitoy davlatlariga o'z xizmatlarini eksport qilishyapti. Ayni kunda ushbu markazda o'z faoliyatini olib borayotgan yosh dasturchilar ko'plab chet davlatlarga o'zlarining dasturlari orqali xizmatlarni taqdim etishmoqda. Natijada ularning daromad topish imkoniyati ortayapti va eksport ko'lami kengaymoqda. Hozirgi kunda o'zimizning shaxsiy loyiham bor, startapim bor. Oddiy rasmlarni jonli hayotga qaytarishga asoslangan, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri rasmga qaratgan vaqtimizda rasmni o'zi to'g'ridan-to'g'ri jonlana olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu hozirgi vaqtda juda ham odamlarga menimcha talab bo'lib turibdi, chunki hozir hayotimiz sun'iy intellektdan boyib ketdi. Lekin odamlarda faqat sun'iy intellekt emas, boshqa imkoniyatlar ham borligini, o'zimizning hududlarimizda ham shunday dasturchilar borligini ko'rsatib berish maqsadida bu loyihaga start berildi. Nafaqat O'zbekiston, Rossiya va boshqa davlatlarda bu tizimlar juda qimmat. Lekin O'zbekistonda biz bu narsani narxini bir necha barobar, ya'ni 5 barobargacha narxni arzonroqda taqdim etish niyatimiz bor. Ya'ni bilamizki, yillik tizimda biz aytayotgan hozir loyihamiz, ya'ni
Argument Realty'dan foydalanish tizimi kamida $39 dan boshlanadi, $29 oralig'ida. Biz shu narsani narxni ancha tushirib, masalan $9 dan, lekin limitni oshiribroq beramiz. Ularga nisbatan katta imkoniyatlar bilan taqdim etish niyatimiz bor bu loyihani. Dasturlarimizni qaysi davlatlarga bugungi kunda sotishga, eksport qilishga imkoniyat bo'ldi? Hozirgi kunda Amerikani o'zida, Germaniya va Rossiya davlatlarini sotish imkoniyati bo'ldi. Umuman IT sohasida qancha daromad topyapsiz bugun? Bizda doimiy dinamik ravishda o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, ya'ni 10 million bo'lishi mumkin, undan ko'proq, undan kamroq, bu har xil ishimizga bog'liq. IT yo'nalishidagi daromad topish imkoniyatlari cheksiz va bu imkoniyatlar chegaraga ham ega emas. Shu bois eng ilg'or g'oya va tashabbuslar, eng mukammal dasturlar uchun talab borgan sari ortib bormoqda. Buni yaxshi tushungan yoshlar ushbu yo'nalishda izlanishdan to'xtashmaydi. Natijalar esa e'tiborga molik. Bizda bunday markazning ochilishi yoshlarimiz uchun katta bir ko'mak ham motivatsiya bo'ldi deb hisoblaymiz. Bundan ilhomlangan holatda prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Ya'ni prezidentimiz tashabbusi bilan shu yerda IT markazi ochildi. Shu IT markazda bizlar komandamiz bilan turli xil dasturlarni ishlab chiqardik. Misol uchun Yevropa mamlakatlari bilan hozirda Germaniya va Belorussiya davlatlari bilan turli xil programmalar ustida shartnoma kelishyapmiz. Bu narsalar to'g'risi ham quvonchli holat deb o'ylayman. Nima uchun desa, shu Ellikqal'a tumani, ya'ni kichkina bir tuman da shunday bolalar 6-7 odam o'zi jonni berib harakat qilib ishlab turibdi davlatimiz uchun foyda keltirish uchun. Avvalambor yurtboshimiz prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Bunday shart-sharoitlarni yaratib bergani uchun bizga. Barpo etilayotgan yangi manzillardagi yangi imkoniyatlar eng muhimi xalqimizning turmush obodonligini yaxshilash uchun xizmat qilyapti. Butun mamlakatimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsad ham shu aslida. Aholi turmush tarzini o'zgartirish, aholining yaxshiroq yashashga bo'lgan ishtiyoqini oshirishdir. Kun davomida ko'rganingizdek xalqimizning kayfiyati yuqori, xalqimizning yashashga degan ishtiyoqi baland. Mana har bir sohada islohotlarning samarasini ko'rib turibsiz. Hamma joyda mana bunyodkorlik ishlari, yangilanishlarni guvohi bo'lishingiz mumkin. Albatta bu bizning Ellikqal'a tumani, birgina Ellikqal'a tumani misolida aytishimiz mumkin. Bu jarayon albatta respublikamizning hamma tumanlarida ham davom etyapti. Har bir sohadagi yangilanishlarni ko'rib, xalqimizni yashashga degan ishtiyoq ko'tarilyapti. Chindan ham insonlar hayotini o'zgartirayotgan yangilanishlar albatta butun mamlakatimiz bo'ylab davom etadi va u eng asosiysi oddiy insonlarning hayotini butunlay yangicha ko'rinishga olib kelyapti. Eng asosiysi ham ana shunda.